Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, aziz otaxonlar va onaxonlar. Men sizning huquqlaringiz himoyachisi, tajribali huquqshunosman. Bugungi videoda biz nafaqat birgina savolga javob topamiz, balki ishlovchi pensionerlarning pensiyalari yana 50% ga qisqartirilishi haqidagi shok xabarni chuqur tahlil qilib, bu yangiliklar sizning kundalik hayotingizga, oilaviy byudjetingizga va kelajagingizga qanday ta'sir qilishini eng kichik detallarigacha o'rganamiz. Siz bugun shu yerda, mening kanalimda bu mishmishlar qayerdan kelib chiqayotganini, ularning haqiqatga qanchalik yaqinligini va eng muhimi, bunday noaniq vaziyatda o'z huquqlaringizni qanday himoya qilib, moliyaviy barqarorligingizni saqlab qolishingiz mumkinligini to'liq bilib olasiz. Bu ma'lumotlar nafaqat siz uchun, balki oila a'zolaringiz, farzandlaringiz va nabiralaringiz uchun ham juda muhim bo'lishini va'da beraman. Shok xabar. Ishlovchi pensionerlarning pensiyasi yana 50% ga qisqartiriladimi? Bu savol so'nggi paytlarda millionlab yurtdoshlarimizning uyqusini buzmoqda, ko'pchilikni vahimaga solmoqda, hatto ayrim keksa avlod vakillarining sog'ligiga ham salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Har kuni yuzlab, minglab odamlar ijtimoiy tarmoqlarda, internet sahifalarida uyma-uy bu xabarni muhokama qilib, izohlar qoldirmoqda, bir-biridan maslahat so'ramoqda. Menga kelayotgan savollarning ham aksariyati aynan shu masalaga tegishli bo'lib, ular orasida chuqur xavotir, adolatsizlik hissi va kelajak oldidagi qo'rquv yaqqol sezilib turibdi. Odamlar tashvishda. Men umr bo'yi halol mehnat qildim. 30, 40, 50 yildan ortiq davlatga, jamiyatga foydam tegdi. O'z kasbimni sevib, bor bilimimni, kuchimni ayamay ishlaganimdan keyin endi keksaligimda shu topgan bir burda nonimni ham ko'p ko'rishyaptimi? Farzandlarimga yuk bo'lmay, o'zimni eplay, nabiralarimga biror shirinlik olib beray, imkon qadar yordam beray deb ishlayotgan edim. Endi bu menga qimmatga tushadimi? Bu adolatdanmi? Bizni qachongacha sinashadi? Biz bu mamlakatning qurilishiga gisht terganmiz, o'z hissamizni qo'shganmiz-ku. Bizning peshona terimiz evaziga erishilgan mustaqillik, tinchlik, taraqqiyot endi o'zimizga qarshi ishlayaptimi? Bizning shijoatimiz, mehnatimiz buning uchun edimi? Degan haqli e'tirozlar bilan murojaat qilishmoqda. Bu savollarning har birida chuqur dard, chinakam vatanga muhabbat va kelajak uchun xavotir mujassamlashgan. Har bir inson, ayniqsa umrining eng sermahsul yillarini, yoshligini, g'ayratini vatan ravnaqi uchun bagishlagan, peshona teri bilan ro'zg'or tebratgan, farzandlarni o'qitib, el qatoriga qo'shgan har bir pensioner shunday savollar bilan, xavotirlar bilan yashashga haqli emas. Sizning har biringiz, aziz otaxonlar va onaxonlar, sizning mehnatingiz, qilgan ishlaringiz beqiyosdir. Sizning yoshingizdagi har bir inson farzandlari, nabiralari, chevaralari davrasida xotirjam, moliyaviy jihatdan mustaqil umr kechirishga haqli. Biroq afsuski, hayot bizga shunday qiyin savollarni taqdim etmoqda va biz ularga birgalikda javob topishimiz shart. Sizning har biringizning hayot yo'lingiz, qaysi sohada, qancha yil ishlaganingiz, qanday qiyinchiliklarni boshdan kechirganingiz, oilangizni qanday boqqaningiz haqidagi hikoyangiz bebaho. Men sizdan iltimos qilaman, shu videoning ostiga o'z ishingiz, qaysi sohada, qancha yil stajingiz borligini, qanday yutuqlarga erishganingizni va hozirgi vaziyat, pensiya masalasi haqidagi shaxsiy fikringizni yozib qoldiring. Keling, birgalikda bu muammoning ildizlarini topishga harakat qilaylik. Sizning qoldirgan har bir izohingiz juda muhim, chunki u sizning ovozingizni eshittirishga yordam beradi. Bizga, huquqshunoslarga va mas'ul tashkilotlarga muammoga kengroq, chuqurroq nazar tashlash imkonini beradi. O'zingizni, o'z mehnatingizni qadrlaysizmi? Unda izoh qoldirishdan erinmang, chunki sizning fikringiz bu yerda o'z aksini topishi shart. Bu sizning huquqingiz, sizning imkoniyatingiz va sizning ovozingizdir. U sizning avlodlaringizga ham ibrat bo'lib qolishi mumkin. Hurmatli do'stlar, bu kabi muhim yangiliklarni, pensiya ta'minoti bilan bog'liq har qanday o'zgarishlarni o'tkazib yubormaslik, huquqiy o'zgarishlardan doimo xabardor bo'lish va eng asosiysi, o'z huquqlaringizni himoya qilish uchun nima qilish kerakligini doimiy ravishda bilib turishni istasangiz, hoziroq kanalimizga obuna bo'lish tugmasini bosing va qo'ng'iroqcha tugmasini ham faollashtirib qo'ying. Shunda siz hech qachon dolzarb va muhim ma'lumotlarni o'tkazib yubormaysiz. Har bir qonuniy o'zgarishdan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lasiz va har doim huquqiy jihatdan himoyalangan bo'lasiz. Ishonchim komilki, bu bugungi kunda har bir pensioner uchun, har bir inson uchun juda muhimdir. Chunki ma'lumotli bo'lish, huquqiy savodxonlikka ega bo'lish, bu sizning eng kuchli qurolingizdir.
Keling, endi vaqt mashinasida ortga qaytib, avval vaziyat qanday bo'lganini, qanday yo'llardan o'tganimizni eslab o'taylik. O'zbekistonda ishlovchi pensionerlarning pensiya ta'minoti masalasi har doim ham oddiy bo'lmagan. U bir necha bor jiddiy o'zgarishlarga duch kelgan. Bir necha yillar davomida amalda bo'lgan qoidalarga ko'ra, agar pensioner pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlashni davom ettirsa, uning pensiyasi to'liq miqdorda to'lanmas edi. Ya'ni ishlovchi pensionerlarga pensiyaning ma'lum bir foizi, masalan 50% yoki bir qismi to'lanib, qolgan qismi davlat byudjetida ushlab qolinardi. Bu qoida ko'plab pensionerlar orasida jiddiy noroziliklarga, hatto jamoatchilikdagi keskin munozaralarga sabab bo'lgan. Axir inson umrining bahorida fidokorona mehnat qilib, butun kuchini sarflab, pensiyaga chiqqandan keyin ham jismoniy yoki ma'naviy kuchi boricha jamiyatga foyda keltirishni, faol hayot tarzini saqlab qolishni istasa, uning bu sa'y-harakatlari uchun go'yoki jazolanishi adolatdan emasdek tuyulardi. O'sha paytda ham ko'plab insonlar, men ikkita ishda ishlasam, ikkita pensiya olmayman-ku. Nega endi bitta halol pensiyamdan ham ushlab qolinish kerak? Axir men ikki joyda soliq to'layapman-ku. Bu qanday mantiqqa to'g'ri keladi degan savollarni berishardi. Bu savollarning tubida chuqur haqli norozilik, adolatsizlik hissi va tizimga nisbatan ishonchsizlik yotardi. Bu holatda ko'plab vijdonli pensionerlar ikki yo'l tanlashga majbur bo'lishardi. Yo umuman ishlamaslik va faqat pensiya hisobiga qashshoq hayot kechirish yoki bo'lmasa noqonuniy ravishda rasmiy ro'yxatdan o'tmasdan ishlashga majbur bo'lishardi. Bu esa nafaqat pensionerlarning o'ziga, balki davlat iqtisodiyotiga ham salbiy ta'sir ko'rsatar edi. Chunki soliq bazasi kamayib, yashirin iqtisodiyot rivojlanishiga olib kelardi. Bu vaziyatda hamma yutqazardi. Nihoyat, ko'plab noroziliklar, jamiyatdagi keng qamrovli muhokamalar, parlamentdagi munozaralar va davlat rahbariyatining chuqur tahlillari natijasida bu adolatsiz qoida bekor qilindi. Eslab o'ting, bu juda muhim va tarixiy o'zgarish edi. 2020 yilning 1-yanvaridan boshlab O'zbekiston Respublikasida ishlovchi pensionerlarga pensiyalar to'liq miqdorda, hech qanday ushlab qolishlarsiz to'lanadigan bo'ldi. Bu qaror millionlab insonlarning ogirini yengil qildi. Ularning moliyaviy ahvolini sezilarli darajada yaxshiladi. Ularga oz bo'lsa-da nafasi kengaydi. Bu o'zgarishlar ijtimoiy adolat tamoyillarining tiklanishi yo'lidagi muhim qadam sifatida baholangan edi va bugungi kunga qadar ham shunday bo'lib qolmoqda. O'sha paytda hammamiz xursand bo'lgan edik. Axir odamlar o'z mehnati samarasini to'liq ko'rish imkoniyatiga ega bo'lishdi. Ularning hayot sifati bir oz bo'lsa-da ko'tarildi. Bu hukumatning xalq bilan muloqotga tayyorligini, aholi muammolariga befarq emasligini ko'rsatuvchi yorqin misol edi. Ishlovchi pensionerlar o'z daromadlarini oshirishga, o'z farzandlari va nabiralariga yordam berishga, hattoki jamiyatga o'z tajribalari bilan foyda keltirishga intilishlari to'liq qo'llab-quvvatlandi. Bu holat mamlakatimizda inson qadri ulug'lanishi tamoyilining amalda qanday ishlashiga yorqin misol bo'la oladi. Xo'sh, hozirgi vaziyat qanday? Nima uchun yana pensiyaning 50% ga qisqartirilishi haqidagi mishmishlar to'satdan tarqalmoqda? Hozirda amaldagi qonunchilikka ko'ra, O'zbekiston Respublikasida ishlovchi pensionerlarga pensiyalar to'liq miqdorda, hech qanday ushlab qolishlarsiz to'lanadi. Bu qoida o'z kuchini yo'qotmagan va amalda. Demak, tarqalgan shok xabar, ishlovchi pensionerlarning pensiyasi yana 50% ga qisqartirilishi haqidagi gap-so'zlar hozircha hech qanday rasmiy asosga ega emas. Bu shunchaki mishmishlar, noto'g'ri talqinlar, oldingi yillardagi qoidalarning noto'g'ri eslanishi yoki ba'zida ataylab garazli maqsadlarda tarqatilgan dezinformatsiya bo'lishi mumkin. Qonunchilikka binoan bunday jiddiy o'zgarishlar faqatgina prezident farmoni, qonun yoki hukumat qarori orqali amalga oshirilishi mumkin. Hozircha esa yuqorida sanab o'tilgan hujjatlarning hech birida bunday o'zgarishlar haqida so'z borayotgani yo'q, biron bir hujjat loyihasi ham jamoatchilik muhokamasiga qo'yilmagan. Shuning uchun men sizga maslahat beraman. Faqat rasmiy, ishonchli va tekshirilgan manbalarga tayanib ma'lumot oling. Telegram kanallardagi, ijtimoiy tarmoqlardagi tasdiqlanmagan har qanday xabarga korkorona ishonmang. Uni tekshirmasdan boshqalarga yubormang. Bu juda muhim, chunki asossiz vahima aholi o'rtasida keraksiz tushunmovchiliklar, noroziliklar va hatto psixologik zoriqishlarga olib kelishi mumkin. Bu esa bizga mutlaqo kerak emas. Axir osoyishtalik va xotirjamlik bu eng katta boylik.
Lekin keling, qaysi toifadagi pensionerlar haqiqatan ham diqqat markazida bo'lishlari kerakligini va kimlarga o'zgarishlar tegishli bo'lishi mumkinligini chuqurroq ko'rib chiqaylik. Umuman olganda, har bir fuqaro o'zining pensiya ta'minoti bilan bog'liq qonunchilikdagi o'zgarishlarni doimiy ravishda kuzatib borishi lozim. Bu asosan fuqarolik mas'uliyati hisoblanadi. Biroq ba'zi toifalar uchun e'tibor yanada kuchliroq bo'lishi kerak. Masalan, yangi pensiya qonunchiligi loyihalari doimiy ravishda muhokama qilinadi. Bu tabiiy holat. Ba'zan bu loyihalarda pensiya hisoblash mexanizmlariga, masalan, stajga qo'yiladigan talablarga, ish haqini hisobga olish tartibiga yoki pensiyaga chiqish yoshiga oid o'zgarishlar taklif etilishi mumkin. Bu kabi o'zgarishlar aynan ishlovchi pensionerlarga bilvosita, ya'ni to'g'ridan to'g'ri emas, balki bilvosita ta'sir qilishi mumkin. Masalan, kelajakda pensiya miqdori o'zgarishi mumkin bo'lgan holatlar yuzaga kelishi ehtimoli bor. Shuningdek, nafaqat ishlovchi pensionerlar, balki umumiy pensiya ta'minoti tizimidagi islohotlar ham doimiy ravishda muhokama qilib boriladi. Ba'zi ekspertlar mamlakat iqtisodiyotidagi o'zgarishlarni, demografik vaziyatni hisobga olgan holda pensiya tizimini yanada optimallashtirish, uni barqarorlashtirish zarurligi haqida fikr bildirishadi. Bu esa har qanday vaqtda, hatto hozircha hech qanday rasmiy asos bo'lmasa-da, kelajakda qandaydir o'zgarishlar bo'lishi ehtimolini mutlaqo inkor etmaydi. Aynan shuning uchun bizning kanalimizga obuna bo'lib, har bir yangilikdan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishingiz, bu ma'lumotlarni tahlil qilishimizga guvoh bo'lishingiz juda muhim. Biz sizga faqatgina tasdiqlangan va tushunarli ma'lumotlarni taqdim etamiz. Kimlarga pensiya oshirilishi mumkin degan savolga kelsak, bu ham ko'pchilikni qiziqtiradi, albatta. Odatda pensiya miqdorlari har yili inflyatsiya darajasi, mamlakat iqtisodiy imkoniyatlari, davlat budjetining holatidan kelib chiqqan holda indeksatsiyalanadi, ya'ni oshiriladi. Bu jarayon barcha pensionerlarga, shu jumladan ishlovchi pensionerlarga ham tegishli bo'lib, ular ushbu oshirishlardan to'liq foydalanish huquqiga egalar. Bundan tashqari, ayrim hollarda hukumat tomonidan alohida toifalarga, masalan, Ikkinchi jahon urushi faxriylariga, Afg'oniston urushi qatnashchilariga, Chernobil fojiasi oqibatlarini bartaraf etishda ishtirok etgan shaxslarga, og'ir kasalliklar bilan kurashayotgan nogironligi bo'lgan shaxslarga yoki jamiyat uchun alohida xizmat ko'rsatgan shaxslarga qo'shimcha imtiyozlar va to'lovlar joriy etilishi mumkin. Bu kabi choralar ijtimoiy himoyani kuchaytirishga qaratilgan bo'lib, davlatning fuqarolarga g'amxo'rligini, ayniqsa muhtoj va ehtiyojmand qatlamlarga e'tiborini ko'rsatadi. Bu esa albatta quvonarli holat va biz buni doimo qo'llab-quvvatlaymiz. Shuni yodda tutingki, pensiya tizimi doimiy ravishda takomillashtirib borilmoqda. Ba'zan qonunchilikdagi kichik o'zgarishlar ham, masalan, pensiya hisoblash formulalaridagi o'zgarishlar ham sizning pensiya miqdoringizga sezilarli ta'sir qilishi mumkin. Shu sababli har bir o'zgarishdan xabardor bo'lish va uni to'g'ri tushunish, uning sizga qanday ta'sir qilishini anglash juda muhimdir. Hurmatli tomoshabinlar, aziz hayot tajribasi boy insonlar. Sizning hayotingizda qanday qilib ish bilan pensiyani birga olib borayotganingiz, qanday qiyinchiliklarga duch kelayotganingiz yoki aksincha, qanday muvaffaqiyatlarga erishayotganingiz haqida bizga gapirib bering. Sizningcha davlat ishlovchi pensionerlarga qanday yordam berish kerak? Ularga qo'shimcha imtiyozlar berilishi kerakmi? Yoki aksincha, ular allaqachon yaxshi sharoitda deb hisoblaysizmi? Siz pensiyaga chiqqaningizdan keyin qanday qilib o'zingizni moliyaviy jihatdan ta'minlayapsiz? Balki siz kichik biznes bilan shug'ullanasiz, balki boyingizga qarayapsiz, balki farzandlaringizga yordam beryapsiz. Yoki siz umuman ishlamasdan faqat pensiya hisobiga yashashga majburmisiz va buning o'zi yetarli bo'lmayotganidan qiynalasizmi? Qaysi sohada qancha yil ishladingiz va hozirgi pensiya miqdoridan qanchalik qoniqasiz? Bizga yozing, o'z tajribangiz bilan bo'lishing, o'z dilhislaringizni toking. Sizning fikringiz va tajribangiz boshqalarga ham yordam berishi, ularga ilhom berishi yoki kamida ularning muammolariga yechim topishda yo'l ko'rsatishi mumkin. Bu nafaqat sizning shaxsiy tajribangiz, balki butun jamiyat uchun qimmatli ma'lumot manbai, kelajak avlodlar uchun ham bir o'ziga xos dars bo'ladi. Sizning fikringiz biz uchun juda qadrli va biz uni albatta inobatga olamiz. Iltimos, ushbu video ostidagi izohlar bo'limiga o'z mulohazalaringizni, takliflaringizni, hikoyalaringizni yozib qoldiring. Endi esa eng muhimiga o'tamiz. Bu kabi vahimali vaziyatlardan qanday qilib o'zingizni himoya qilish kerak? Kelajakda qanday qilib moliyaviy barqarorlikni saqlab qolish mumkin?
Agar siz ishlovchi pensioner bo'lsangiz va pensiyangiz qisqartirilishi haqidagi mishmishlardan xavotirda bo'lsangiz, birinchi navbatda xotirjamlikni saqlang, ortiqcha vahimaga tushmang. Asossiz qo'rquv sizning sog'lig'ingizga ziyon yetkazishi mumkin. Rasmiy manbalardan ma'lumot oling. Bunday manbalar qatoriga O'zbekiston Respublikasi Prezidentining rasmiy veb-sayti, Adliya vazirligining huquqiy axborot Telegram kanali, Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligining rasmiy sahifalari, shuningdek, pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlari kiradi. Bu organlarning rasmiy e'lonlariga diqqat bilan quloq tuting. Ularning veb-saytlarini muntazam ravishda tekshirib turing. Agar sizda biron bir savol tug'ilsa yoki biron bir yangilik haqida shubhalansangiz, ushbu tashkilotlarga bevosita murojaat qilishdan, telefon qilishdan yoki yozma so'rov yuborishdan tortinmang. Ular sizga aniq va to'g'ri ma'lumot berishi shart va bu ularning vazifasidir. Ikkinchidan, huquqiy savodxonligingizni oshiring. Har bir fuqaro o'zining asosiy huquq va majburiyatlarini, shuningdek, pensiya ta'minoti bilan bog'liq qonunlarni, prezident farmonlari va hukumat qarorlarini bilish kerak. Bu esa bizning kanalimizning asosiy maqsadlaridan biridir. Biz doimiy ravishda eng so'nggi huquqiy o'zgarishlar haqida tushunarli tilda ma'lumot berib boramiz. Sizning huquqiy bilimingiz qanchalik yuqori bo'lsa, sizni aldash yoki sizning huquqlaringizni buzish shunchalik qiyin bo'ladi. Bilimli insonga hech kim dushman emas. Ma'lumotga ega bo'lish, qonunlarni bilish bu sizning himoyangizdir. Uchinchidan, agar pensiya miqdoriga oid har qanday o'zgarishlar yuzasidan sizning pensiya fondi xodimlari yoki ish beruvchingiz tomonidan noto'g'ri harakatlar sodir etilsa yoki sizning huquqlaringiz buzilayotganini his qilsangiz, darhol mutaxassislarga, ya'ni huquqshunoslarga murojaat qiling. Bizning kanalimizda bepul huquqiy maslahatlar beriladi va siz har qanday vaqtda savol bilan murojaat qilishingiz mumkin. Shuningdek, siz tuman, shahar sudlariga, Adliya vazirligining hududiy boshqarmalariga yoki prokuratura organlariga yozma ariza bilan murojaat qilishingiz mumkin. Arizangizda vaziyatni batafsil bayon eting, muammoning mohiyatini aniq ko'rsating. Iloji bo'lsa, tegishli hujjatlarni, ish haqini tasdiqlovchi hujjatlar, pensiya guvohnomasi nusxasi, ish beruvchidan olingan ma'lumotnomalar va boshqalar ilova qiling. Unutmang, sizning huquqlaringiz qonun bilan himoyalangan va har qanday noqonuniy harakatlarga qarshi kurashish uchun davlat tomonidan kafolatlar berilgan. O'z huquqlaringizni bilish va ularni himoya qilishdan cho'chimang, uyalmang. Axir siz haqsiz bo'lgan joyda o'z haqqingizni talab qilishga to'liq haqlisiz. To'rtinchidan, moliyaviy rejalashtirishni unutmang. Har qanday holatda ham sizning moliyaviy ahvolingiz mustahkam bo'lishi uchun tejamkorlik va oqilona byudjetni yuritish muhimdir. Agar imkoniyatingiz bo'lsa, kichikroq miqdorda bo'lsa ham har oyda jamg'arma qilishga harakat qiling. Bu kutilmagan vaziyatlarda sizga juda katta yordam beradi. Masalan, sog'lig'ingiz bilan bog'liq muammolar yuzaga kelganda yoki kutilmagan xarajatlar chiqib qolganda. Ba'zan pensiya miqdoridan norozi bo'lgan keksalar o'z daromadlarini oshirish maqsadida qo'shimcha ish topishga harakat qilishadi. Bu mutlaqo normal va tabiiy holat. Asosiysi, mehnat faoliyatingiz qonuniy asosda olib borilishi, sizning huquqlaringiz himoyalangan bo'lishi, mehnat shartnomasi rasmiylashtirilgan bo'lishi kerak. Hech qachon norasmiy ravishda ishlashga rozi bo'lmang, chunki bu sizni kelajakda juda ko'p muammolarga duchor qilishi mumkin. Ishlaganingiz uchun sizdan pensiyaning ma'lum bir qismini olib qolishmoqchi bo'lishsa, bu noqonuniy ekanligini biling va bu haqda tegishli organlarga murojaat qiling. Xulosa qilib aytganda, aziz do'stlar, ushbu videoni boshida berilgan, millionlab yuraklarni titratgan savolga javob beradigan bo'lsak, hozirgi kunda ishlovchi pensionerlarning pensiyalari yana 50% ga qisqartirilishi haqidagi ma'lumotlar rasmiy manbalar tomonidan tasdiqlanmagan va hech qanday huquqiy asosga ega emas. Bu shunchaki vahima, mishmish bo'lishi mumkin va men sizdan bu kabi asossiz xabarlarga ishonmaslikni so'rayman. Sizning pensiyangiz qonuniy ravishda to'liq miqdorda, hech qanday ushlab qolishlarsiz to'lanadi va hozircha bu tartib o'zgargani yo'q. Ammo bu biz tinchlanishimiz va e'tiborsiz bo'lishimiz kerak degani emas. Aksincha, biz har doim hushyor bo'lishimiz, qonunchilikdagi o'zgarishlarni diqqat bilan kuzatib borishimiz va o'z huquqlarimizni himoya qilishga tayyor turishimiz lozim. Ma'lumotga ega bo'lish va faol bo'lish har doim sizning foydangizga ishlaydi. Shunday ekan, aziz yurtdoshlar, umid qilamanki, bugungi videomiz sizga aniq, tushunarli va ishonchli ma'lumot berdi.
Men sizdan yana bir bor so'rayman, chunki bu savol nafaqat bir huquqiy masala, balki har bir insonning shaxsiy adolat tuyg'usiga bog'liq savoldir. Siz nima deb o'ylaysiz? Umr bo'yi halol mehnat qilgan, o'z salomatligini vatan xizmatiga bag'ishlagan pensionerning pensiyasi qisqartirilishi adolatdanmi? Yoki aksincha, u o'z mehnati bilan jamiyatga foyda keltirayotgani uchun rag'batlantirilishi, qo'llab-quvvatlanishi kerakmi? Sizning fikringizcha, davlat ishlovchi pensionerlarga qanday munosabatda bo'lishi, ularning mehnatini qanday qadrlash kerak? O'z fikringizni va o'z hayotiy tajribangizni, u qanchalik kichik bo'lmasin, izohlar bo'limida baham ko'ring. Sizning har biringizning ovozi muhimdir va u bizga kelajakda yanada dolzarb masalalarni ko'tarishga yordam beradi. Barcha e'tiboringiz uchun cheksiz rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling.